Bir odam payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishig'iga kelib, "Ey Rasululloh, menga tavsiya qilsizlar" dedi. Ya'ni yaxshi bo'lsa, meni jannatga kirgizadigan, meni savobga erishtiradigan, yaxshi bo'lsa menga tavsiya qilsizlar dedi. Rasululloh bo'lsa hammamizning so'g'isi qildigan bir savolga. Rasululloh bu odamga nima dedi? Eng chong mukofot deb beraymi, ochiqni yengishninki, ochiqni kontrol qilishning. Ma mukofotni anglagan bo'libmi, erlar ochiqni chuqum yengalishi kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qandaq bir odam ochiq kelsa, ochiqlanishga kuchi yetib turib ochiqqa hay biralsa, demak siz dunyoda bir natija qozonay va oxiratlik bir ish qilay deydi ekansiz. Atrofimda bir odam yig'ib bir ish qilay deydi ekansiz. Bizda bo'lishga tegishli ish nima? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qarindoshlar hammanglar xush keldinglar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Imom Navoiyninki 40 hadis nomli kitobidan 16-hadisni o'qiymiz. Bizning bugungi hadisimizda bizga o'rgatmoqchi bo'lgan axloq va yoki bizdan yo'qotmoqchi bo'lgan illat shundoq bir illatki, u illat agar bizda bo'lib qolsa, bizning iymonimizni buzadi. Bizning yaxshi ishlarimizni buzib o'tadi. Bizning oilamizni buzadi. Bizning do'st bilan bo'lgan munosabatlarimizni buzadi. Ya'ni kishilik munosabatimizni buzadi. Bizning haqiqiy mu'minlik sifatini elib tashlaydi. Agar bu illat bizda bo'lmasa, bizni haqiqiy mu'minlik sifatiga ega qiladi va shundaqla kengligi osmon zaminchilik bo'lgan jannatga bizni muyassar qiladi. Shunga loyiq kishilardan qiladi. Demak, bizning bugungi hadisda qo'ydigan bu axloq va yoki biz yo'qotishga tegishli bo'lgan bu illat nihoyat muhim bo'lgan bir illat. O was qaysi? Biz aldulan hadisni o'qiylik, undan keyin sharhlab qo'yaylik. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam awsini. Abi Hurayra radhiyallohu anhu naql qilindi. Bir odam payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishig'iga kelib, "Ey Rasululloh, menga tavsiya qilsizlar" dedi. Ya'ni yaxshi bo'lsa, meni jannatga kirgizadigan, meni savobga erishtiradigan, yaxshi bo'lsa menga tavsiya qilsizlar dedi. Rasululloh bo'lsa hammamizning so'g'isi qildigan bir savolga. Rasululloh bu odamga nima dedi? La tag'dab, ochiqlanma dedi. Nihoyat qisqa bir jumla. Ochiqlanma dedi. Bu odam keyin deydi, yana bir variantida bu hadisninki. Men hayot tajribamga qarasam, fa izal g'adabu yajma'u sharr kull. Ochiqlanish butun yomonliklarning hammasi o'zi to'plagan ekan deydi. Xo'sh, ochiqlanish o'zida qanday yomonliklarni to'plagan? Birinchidan ochiqlanish o'zi oddiy ish bo'lsa-mu, bu iymonni buzib o'tadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda nayt uchiq qilib, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidu sabrul asala. Ochiq dori hasalni buzib o'tganga o'xshash ochiqlanish iymonni buzib o'tadi deydi. Ochiq doridan bir hasalga tushishni bo'ladi asal, asalning tatliq ta'mi ketadi. Uning shifoliq tarafi ketadi-ku. Dal shunga o'xshash bir odamda ochiqlanish bo'ladi ekan, ya'ni ochiqni basolmaydigan bu illat bo'ladi ekan, u odamning iymonni buzib o'tadi deydi. Va shundaqla ochiqlanish insonning qilgan yaxshilarini buzib o'tadi. Shu Alloh taolo Qur'on Karimda alohida ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ey Allohga ishongan kishilar, sizlar qilgan yaxshiliklarni, sadiqlarni aziyat bilan va minnat bilan bekor qilib olmanglar. Ya'ni aziyat degan qanda ochiqimiz keladi. Biz yaxshilik qilgan bir odamga aziyat uramiz. Qilgan yaxshiligimiz bekor chiqib ketadi. Bu yot odam bo'lsin, do'stimiz bo'lsin, oilamiz bo'lsin, o'xshash. Masalan deylik, ayolimizga bir yaxshilik qildik, bir oltin appadik yoki kiyim appadik, keyin uni ochiq qildik. Xuddi men oltin appadim, xuddi men sana yaxshilik qildim deganda keyin bir aziyat bergan bo'lsak, bu aziyatimiz qilgan o yaxshiligimizni ko'ydirib o'tadi. Allah Taala buni dedi. Va shundaqla ana shundaq yaxshilik qildik. Ochiqimiz keldigan bir ishni qildi. Va yoki degan gapimizni qilmadi deyli. Keyin ochiqimizni basamay, uningga aziyat bersak, qattiq tegsak, qilgan yaxshiligimiz hammasi bekor bo'ldi degan. Va shundaqla ochiqlanish oilani buzib o'tadi. Masalan, nurg'unlagan taloqning sababi ochiqlanishdan kelib chiqqan. Nurg'unlagan bolalarning yetim bo'lishining sababi ochiqni basammaslikdan kelib chiqadi. Va shundaqla ochiqlanish kishilik munosabatni buzilishiga sabab bo'ladi. Shaytonning keyniga kirib ochiqlanib qolamiz, yaqin do'stlarimizdan ayrilamiz, qarindoshlarimizdan ayrilamiz. Mana shundaq bizga nurg'unlagan ziyonlarni elib keladi. Haqiqatan ochiqlanish bütün yamanlıklarning hammasini o'zida cho'g'laydi. Va shundaqla ochiq yomon odamning atrofida odam turmaydi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh taolo alohida eskartib, "Walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik." Agar sen qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, atrofingdan kishilar tarab ketadi deydi. Demak, siz dunyoda bir natija qozonay va oxiratlik bir ish qilay deydi ekansiz. Atrofimda bir odam yig'ib bir ish qilay deydi ekansiz. Bizda bo'lishga tegishli ish nima? Ochiqimizni kontrol qiladigan bir iqtidor. Ko'pincha kishilar deydi, "Men ochiqimni basolmayman" deydi. Oldi bilan ochiqning mohiyatini tushunishimiz kerak. Ochiqlanish bir insonning tabiatida bo'lgan normal bir hissiyot. Xuddi kulishga o'xshash, yig'lashga o'xshash. Ochiq keladi, ammo ochiqlanish insonning irodasiga bog'liq bir ish. Ochiq kelish bilan
Açıqlanish ikkisi ayrim mesele. Açıq kelish normal ham bulishqa tegish ish. Açığımız kelmese bo'lmaydi. Açığımız kelmese nahaqchilikqa sukut qilib qolamiz. Boshqalar bizga zulm qilsa sukut qilib qolamiz. Haqni qo'llayolmaymiz. Açığımızning kelishi nihoyat tabiiy. Bu açıq kelish yomon ish emas. Ammo açıqning keyni kirib xato ishlarni qilish, boshqalarga aziyat berish, açığını kontrol qilinmaslik, ya'ni aql bilan muomala qilinmaslik ma'u xatosi. Shunga ikkisi ayirib tushunishimiz kerak. İnsanning açıq keladi. Bu insonning qo'lida emas, ham bo'lishga tegishli ish. Ammo açıqlanish insonning qo'lidagi bir ish. Masalan deylik, bir odam mening açığımman, faqat açığını basamayman deydi. Ammo shu odam o'zi hurmatlaydigan va o'zidan cho'ngroq bir odamning oldida boshqa yerda açıq keladigan ishdan birisi yuz bersa, u yerda açıqlamaslik mumkin. Chunki uning oldida hurmatlaydigan birisi bor, cho'ngdan birisi bor. Masalan deylik, ayoli qilsa yoki bolasi qilsa açıq keladigan, açıqlab ketadigan, g'azablanib ketadigan bir ishni hurmatlik bir odam yoki cho'ng bildigan bir odamning bolasi qilsa, ona nihoyat shaylik muomala qilish mumkin. Balam undaq qilma deganga o'xshagan. Demak, buning bu yerda açıq keldi. Lekin ayol bolalari va yoki o'zining tuvan kishilarning oldida o'zini cho'ng tutqachqa, ya'ni uningdagi kibr uni açıqlashga ilib bo'lgan. Yana bir yerda u yerda açıq kelganlik, ammo u yerda kibr bo'lmag'achqa, o'zi hurmatlaydigan bir odam bo'lg'achqa, açığını kontrol qila oladi. Shuning uchun har giz men açığımni yengolmayman, açığımni basamayman deb o'zimizni aldamaylik. Biz açığimizni chuqur basa olamiz. Agar biz açıqlashning tekki yushirgan omilni his qila olsaqlar. Ko'p hollarda açıqlashning tekki qanday omil yushirgan bo'ldi desanglar, cho'ngchillik, kibr yushirgan bo'ladi. Ya'ni men shundaq degan tursam, nima uchun mening degandek bo'lmaydi deydigan shundaq bir kibr yushirgan bo'ladi. Shu kibrni hal qilsak, o'zimizning xatolashadigan normal bir inson ekanligini qabul qilgan vaqtimizda biz açığimizni chuqur kontrol qila olamiz. Shuning uchun men açığımni basamayman deb özümüzni aldamaylikki, agar o'zimizni aldab qolsak, açıqlını versak, biz imonimizni buzib qo'yamiz, qilgan yaxshilarimizni buzib qo'yamiz, oilamiz bizni yiroqlashadi, do'stlarimiz bizni yiroqlashadi. Masalan, bir oilada onaning açıq yomon bo'lib qolsa, tabiiyki uningdan yiroqlashadi, bolalar uningdan yiroqlashadi. Agar bir oilada dadaning açıq yomon bo'lib qolsa, buni kontrol qilinmasa, tabiiyki bolalar tadrijiy holda dadadan yiroqlashadi. Hatto cho'ng bo'lgan vaqtida dadaga nisbatan bir xil qo'rqinch va yoki nafratga o'xshash bir narsalar tug'ilib qolishi mumkin. Shuning uchun bu undaq sal qaraydigan masala emas. Eng muhimi açıqni kontrol qilish shundaq bir muhim masalaki o müminlikning bir sifati. Allah Taala Qur'on Karimda haqiqiy müminlarni sifatlab nima dedi? Va iza ghadibu hum yaghfirun. Ular açıq kelgan vaqtida afu qiladi deydi. Açıqlanishninki yuqorqi ziyonlardan boshqa bizning ruhiy holatimizga intayin ig'ir ziyni bor. Açıqlanır va odamninki baxt hormoni deydi, serotonin hormoni to'lab ketadi ekan. Va shundaqla besim hormoni eshib ketganda doim tushkun kayfiyatda bo'lib qoldi ekan. Va shundaqla bizning jismonimizga nihoyat ig'ir ziyni bor ekan. Masalan, Amerikadagi yurak jamiyatining e'lon qilgan tadqiqot maqolasida to'la açıqlangan odamninki yurak besimi eshib ketib, baldur o'lib ketish nisbati tez bo'ladi ekan, yuqori bo'ladi ekan. Demak, açıqlanish haqiqatan halqi sahoba degandek butun yomonliklarning hammasini o'z jo'g'lagan bir illat ekan. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom menga yaxshilik bo'lsa tavsiya qilsizlar deb kelgan odamga nima dedi? La taqdir. Açıqlanma dedi. Demak, açıqlanmasak bizning iymonimiz sog'lom bo'ladi. Açıqlanmasak amalimiz sog'lom bo'ladi. Açıqlamasak kişilik munosabatimiz sog'lom bo'ladi. Açıqlamasak oilamiz sog'lom bo'ladi. Açıqlamasak ruhiy holatimiz sog'lom bo'ladi. Açıqlamasak jismoniy holatimizmi sog'lom bo'ladi. Eng muhimi, açıqlanmasak biz o'zimizda mu'minlik sifatini o'zlashtirgan bo'lamiz. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda haqiqiy mu'minlarning sifatini bayon qilib, va iza ma ghadibu hum yaghfirun. Ular darag'azab bo'lganda, ya'ni açıq kelgan vaqtida kechiralaydi. Açıqning keyni kirmaydiganlar deydi. Va shundaqla Alloh taolo Qur'on Karimda açıqni yutish bir taqvodorlikning sifati ekanligini bayon qilib, "Vasari'u ila mag'firatin min rabbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Kengliki osmon zaminchilik bo'lgan jannatga oldiranglar. Kengliki osmon zaminchilik bo'lgan u jannat kim uchun tayyorlandi? U'iddat lil muttaqin. Taqvodorlar uchun. Taqvodorlar kimlar? Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Birinchidan u taqvodorlar bo'lsa, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra. Qiyinchilik vaqtida olsun, xushallik vaqtida olsun Alloh yo'lida chiqim qildiganlar. Ya'ni tijorat oqsin, tijorat oqmasin, foyda olsin, ziyon olsin, izchil holda Allohning yo'liga pul xarjlaydiganlar. Birinchidan taqvodorlar shu. Ikkinchidan val kaziminal g'ayza. Ochiqni yutadiganlar. Ya'ni ochiq keladi, ammo ochiqni to'xtalaydi. Val afina anin nas va kishilarni kechiralaydiganlar. O'tmishlarni aslab qayg'uni oldiga keldigan emas, kechiralaydiganlar, afu qilalaydiganlar. Vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh subhanahu va taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi deydi. Bu oyatda Alloh taolo ochiqqa muomala qilishning darajasini bayon qildi. Birincisi kaziminal g'ayz, ochiqni yutquchi. Bu birinchi daraja. Ikkinchi darajasi vala afina anin nas, kishilarni afu qilguchi. Ochiq keldi, ochiq keltirganni afu qilyapti. Uchinchisi muhsinin, eng yuqori martaba. Bular bo'lsa, bir odam ochiqni keltirdi, ochiqni yutdi, ularni afu qildi, uning ustiga Allohga yaxshilik qildi.
Mana şu en yuqori darajasi. Cennet mana şu kişiler için hazırlangan. Ali ibn Husayn radıyallahu anhu'nun hizmetçisi Ali ibn Husaynga su quyup berish jarayonida qo'ldan chaynak tushib ketadi. Chaynak Ali ibn Husaynninki yuziga tegib ketib, qanab ketadi-da. Shu vaqtda ochiqni aytib keladi Ali ibn Husayn radıyallahu anhu'nun. Shu vaqtda hizmetçisi nima deydi? Vel kaziminal g'ayz. Taqvodorlar ochiqni yutquchilar deydi. Ali ibn Husayn radıyallahu anhu bu oyatni olgandan keyin o'zining ochiqni tutib oladi. Keyindan bu hizmetçi vel afina anin nas. Taqvodorlarning ikkinchi sifati kishilarni afu qilg'uchilar degan bu oyatni olgandan keyin Ali ibn Husayn radıyallahu anhu men seni afu qildim, tamam deydi. Onun keyindan vallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu va taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi. Ya'ni ochiqni yutgan, afu qilgan va yaxshilik qilgan kishilarni yaxshi ko'radi. Mana bu kishilar taqvodorlar degan oyatni olgandan keyin bo'ldi, men seni azod qilib etdim. Men sana yaxshilik qilay deb shu yerda azod qilib o'tdi. Ya'ni Ali ibn Husayn radıyallahu anhu ochiq keldi, ochiqni yutdi, afu qildi. Keyindan uni yaxshilik qilish orqali kenglikka osmon zaminchilik bo'lgan bu shu jannatga erishay, taqvodorlarning qatoridan bo'lay deb shu oyatga shu hamallam amal qilgan. Buning o'xshash voqealiklar salaflardan aytib ko'p. Eng chong mukofot deb beraymi ochiqni yengishninki, ochiqni kontrol qilishning. Ma mukofotni anglagan bo'libmi, erlar ochiqni chuqum yengalishi kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qandaq bir odam ochiq kelsa, ochiqlanishga kuchi yetib turib, ochiqiga hay biralsa, ochiqini tuta olsa, qiyomat kunisi bütün xaloyiqlarning oldida u odamga sen hörlardan xolig'ini tanlab ol deydi. Demak, ochiqlanish ana shundoq bütün yomonliklarni o'ziga jamlagan bir ish bo'lg'achqa va shundaqla ochiqini tutish, ochiqini besish qiyin bir ish bo'lg'achqa uning mukofoti mana shundoq buyuk. Xo'sh, unda bo'lsa bu ochiqlanishdan qandoq saqlanib, bütün yomonliklarning manbasi bo'lgan bu ishni qandoq qutulamiz? Men ochiqlanmay deblam bundan qutulib olmaydi. Bu bir xil ruhiy davolash. Tuzishga nurg'unlagan jarayon ketadi, vaqt ketadi. Shuning uchun buning bilan to'xtamay mujodala qilgan vaqtida chuqum qilg'ili bo'ladi. Hatto ig'ir bo'lib qolsa, psixologlar ko'ransin bo'ladi. Ya'ni nima uchun mening ochiqim yomon, buning amal nima deb doktorlarga ko'ransin bo'laveradi. Lekin qanday qilsa qilib buningdan chuqum qutulishimiz kerak. Navbatda biz ochiqni yengish, ochiqni kontrol qilish haqida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning bir qancha tavsiyalarini va bu haqdagi bir qancha tajribalarni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Ochiqni yengishning birinchi usuli bo'lsa, ma iddimizdan ochiqni kontrol qilib bo'lmaydi degan narsani chiqarish. Köp hollarda ochiqni men kontrol qilolmayman degan narsani kallamizga usulib olamiz. Undan keyin biz ochiqni kontrol qilolmaymiz. Esimizda bo'lsin, ochiqni biz kontrol qila olamiz. Biz ochiqni kontrol qilolmaymiz deb keyinga kirib keyin boshqalarga aziyat turib solamiz, zulm qilib solamiz, iymonimizni buzib solamiz, amalimizni buzib solamiz. Bugun biz ochiqni boshqalarga aziyat bergan bo'lsak, qiyomat kuni Allohning bizga kuch yetadiganligini har vaqt esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Shunga iddimizni o'ngshash unda eng muhim omil. Ikkinchisi bo'lsa, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, ochiqimiz kelgan vaqtida jim turib olish, hech qanday inkos qaytarmaslik. Bu eng muhim bir qurol. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "İza ghadaba ahadukum falyaskut." Sizlarning biringlarning ochiq gap qolsa, jim tursin. Bu gapni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 3 qatim takrorlagan. Demak, ochiqimiz keldimi? Jim turib olishimiz kerak. Hech qanday gap qo'shmasligimiz kerak. Chunki bo'lmasa inson ana shunday holatda portlaydi. Uchinchisi, ochiqni yengishda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek tahorat ilish. Buni bugun kunimizga psixologlar tavsiya qiladi. Suv odam badanidagi haroratni sug'otadi, ochiqni keyin yondiradi deydi. Buni 1400 yil ilgari Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Innal ghadaba minash-shayton va innash-shaytona xuliqa minan-nar va innama tutfa'u an-naru bil-ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda." Ochiqni shaytondan. Shayton o'tdan yaratildi. O't suv bilan o'chadi. Sizlarning biringlarning ochiqi kelsa, tahorat olsin. Demak, ochiqimiz kelgan vaqtida ochiqimiz besilmay, bir ishlarni qilib ketilgandek holati bo'lib qolsak, darhol tahorat olib olsak, buning intayin chong bir foydasi bo'ladi. To'rtinchisi, ya'ni ochiqimiz yengishning eng yaxshi usullaridan birisi bo'lsa, holatimizni o'zgartirish. Urutgan holatda ochiqimiz kelgan bo'lsa, o'ltirib olish. O'ltirgan holatda ochiqimiz kelgan bo'lsa, yetib olish. Va yoki uyda bo'lsak, sirtqa chiqib ketish. Masalan, sahobalardan bo'lgan, sahobalarning ochiq kelib qolsa, sirtqa chiqib ketadi. Mana shunga o'xshagan sirtqa chiqib ketsak, hech narsa bo'lmaydi. Ayollar oshqan kirib ketsak, hech kim bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu haqda bilinglarki, haqiqatan g'azab odam bolasining qalbidagi bir cho'g' deydi. Sizlar uning ko'zining qizib ketganligini, bo'ynining tumurining kuyib ketganligini ko'rmadinglarmi? Kimki o'zida bunda holatni his qilsa, ya'ni ana shunda g'azab kelgan bir holatni his qilsa, yaga yiqillasin, ya'ni o'ltirib olsin va yoki o'ltirgan bo'lsa yetib olsin deydi. Yana bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "İza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Sizlarning biringlar urtug'an holatda ochiq kelgan bo'lsa, o'ltirib olsin. "Fa iza zahaba anhu al-ghadab wa illa falyartaji." Ochiq ketsa ketdi, ketmasa yetib olsin degan. Beshinchisi, ochiqimiz kelgan vaqtda diqqatimizni darhol boshqa yerga burash. Agar buralsak ham diqqatimizni boshqa yerga burvatsak, ochiqimiz yengishda bu nihoyatda muhim o'rinda turadi. Oltinchisi, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tavsiya qilgan usul. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ikki odamning suhbatlanganligini ko'rib, agar ma ikki odamning birisi "A'udhu billahi minash-shaytonir rojim" degan bo'lsa, ulardagi ochiq ketadi degan. Shuning uchun ochiqimiz kelgan vaqtda deydigan gapimiz, o'qiydigan zikrimiz "A'udhu billahi minash-shaytonir rojim." Qo'g'langan shaytondan panohlik tilayman degan bu zikr bo'lishi kerak. Chunki shayton ochiqimizni texmi ulg'aytadi. Yettinchisi,
ochiqni yengishninki mukofotini eslash va shundaqla uningki salbiy taraflarini eslash. Ochiqni yengishning mukofoti nima ekan? Osmon zaminchilik keladigan jannat ekan. Va shundaqla qiyomat kunisi Alloh subhanahu va taolo butun xalqlar oldida xoligan hur-parini tanlab ol deb mana bu shundaq mukofotlaydi ekan. Buyuk bir mukofot. Buning bedeli nima? Ochiqimizni yengish. Shuning uchun har vaqt o'zimizning o'lib ketadiganligini eslab, qiyomatda bir mukofotim bo'lsin va yoki mushumining bir yaxshi amalim bo'lib qolsin, ochiqni yengish deb, ochiq yeman odamlar o'ziga buni bir yaxshi amal sifatida markaz qilish va uni tutishga tirishish. Yuqorida o'tganimizdek ochiqni yengish balkim 5 oy, 6 oy, balkim yillab vaqt elishi mumkin. Muhim bo'lgani uning qarshi mujodala qilish, tirishish. 8-inchisi ochiq yeman kishilar o'zining nafsiga shuni xitob qilish kerakki, bugun men ochiqlab boshqalarga aziyat bersam, qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloning menga kuchi yetadi. Men tutulaman. Alloh subhanahu va taolo mening ochiqlab qilgan ishlarimdan hisob oladi degan bu narsani har vaqt esda tutish kerak, esdan chiqarmaslik kerak. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamningki bir jumladan tarkib topgan bu hadisi haliqi sahoba degandek fayzal g'adabu yajma'u sharra kulli. Ochiqlanish, ochiqni basamaslik bütün yomonliklarning hammasini o'zida cho'g'laydi ekan. Shu an bu illatni qutlashga hammamiz tirishishimiz kerak. Esimizda bo'lsin, ochiqlanish insonning aqlini kesadi. Ochiqlanib turib chiqargan qarorning hammasi xato chiqadi. Ochiqlanib turib yuzilgan munosabatlarning hammasi ziyon elib keladigan bir munosabat bo'ladi. Ochiqlanib turib deyishgan, ochiqlanib turib paranglashgan paranglardan hech qanday bir foyda chiqmaydi. Ochiqlanish bizning bu hayotimizni va oxirat hayotimizni barbod qilgan bir illat. Shunga bu illatdan har birimiz qutulishimiz kerak. Onlar qutulish kerak. Chunki bir onaning ochiq yomon bo'lsa, bolalarga vaqirsa, u zaharga o'xshash bolalarga taraydi. U bolasi bir salbiy ishni ko'rsa, bir bulumsiz ishni ko'rsa, onasiga o'xshash vaqiraydi. Ukusga vaqiraydi. Mushunga o'xshash oila kayfiyatining hammasi buziladi. Bolasiga miras qiladi. Mushunda qilib bu davomlashaveradi. Shuning uchun ayollar bo'lsin, erlar bo'lsin, hammamiz o'zimizda mush ochiqlashdan iborat bu illatni yo'qotishga tirishaylik va buni oxiratda bizni mukofotga erishtiradigan eng cho'ng bir yaxshi amalimiz deb mushundaq tunaylik. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Muhammedur